Keyingi savol tipi bu 21 dan 26 gacha, ya'ni yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblash ekan. Demak, yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblang. 21 dan 26-misolgacha ko'rib chiqamiz. Bizda yig'indini qisqa shakli bu ko'paytma hisoblanadi. Ya'ni bu joyda hamma 12 ni qo'shib chiqish hojati yo'q. Shunchaki 12 lar sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Demak 12 dan 5 ta bor. Bu 12 ko'paytiruv 5. Ya'ni yig'indini ko'paytmaga aylantiryapmiz. Tushundingizmi? 5 ta 12 ni qo'shganimiz yo'q. Undan ko'ra oddiygina o'sha 12 ni 5 ga ko'paytiryapmiz. Demak 12 ni 5 ga ko'paytiramiz, 60 chiqadi. Demak 21-misolga 60 ekan javob. 22-misol ham xuddi shunday. E'tibor qiling, 3033 dan 4 ta bor. Biz 4 talasini qo'shib, chiqqan javobni qo'shib, yana chiqqan javobni qo'shib o'tirmaymiz. Oddiygina 3033 ni 4 ga ko'paytiramiz. Chunki 4 ta bir xil. 3033 ni 4 ga ko'paytiramiz shoshilmasdan. 4 kira 3 12, bir tilda. 4 kira 3 12, bir tilda 13. Yana bir tilda 4 kira 0 0 esingizdan chiqmasin. Bir tilda bilan 1. 4 kira 3 12. Demak javob 12132. Mana. 4 ta 4 3033 ni qo'shsangiz ham baribir shu javob chiqadi. Undan bu qulayroq. Tushundingizmi? Mana bu nuqtacha nima degani degan savol bo'lsa, 23-misolda bu joyda aytayapti, 4 dan 1019 ta bormi? Nuqtachalarda ham 4 bor degan. Biz aytdik, yig'indini qisqa shakli ko'paytma. Oddiygina 4 ni 1019 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak 1019 ni 4 ga. 4 kira 9 36, 3 dilda, 4 kira 1 4, 3 dilda bilan 7, 4 kira 0 0, 4 kira 1 4. Demak javob 4076 ekan. Xuddi shunday 24 1035 dan 10 marta bor ekan, ya'ni 10 ta bor degani bu. Ammo buni nima qilamiz? 1035 ni 10 ga ko'paytiramiz. Shunda 10350 chiqadi. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 25. 25 sal boshqacharoq. Nimaga boshqacharoq? E'tibor qiling. Biz bu joyda ayirish beryapti. To'g'rimi? Birinchi o'sha ayirishlarni hisoblab olamiz mana. 145 dan 55 ta ayiramiz, 90 chiqadi. Qo'shuv. Nuqta nuqta qo'shuv. 145 dan 55 ta ayiramiz, 90 qo'shilgan. 145 dan 55 ta ayiramiz, 90. Va 14 ta emas, 7 ta son yozaman. 7 ta son. 7 ta 90 bor degan. Nima uchun endi savol tug'ilishi mumkin? Nima uchun 7 ta? Sababi bu joyda 14 ta son bor edi. Tasavvur qiling, 14 ta son bor. O'sha 14 ta sonni men har ikkitasini bir-biridan ayirib chiqdim. Oddiygina qilib aytsak, 2 juftdan taxladim. 14 ta narsani 2 juftdan taxlaydigan bo'lsak, 7 ta qoladi, to'g'rimi? Ya'ni 14 ta oyoq buyum bor. Har bir qutiga ikkitadan joylashtiradigan bo'lsak, 7 ta quti kerak. Xuddi shunaqa bu ham 14 ta sonni ikkitasini ayirib tashladim, 7 ta son qoladi. Tushundingizmi? Ya'ni 2 ga teng bo'lib yubordim desak ham bo'ladi. Demak, buni biz yuqorida ishladik. 90 ko'paytiruv 7 bo'ladi. Bu degani 630. Ko'rdingiz? Xo'sh, 26. 26-misol. E'tibor qarating. Bu ham xuddi shunday. 17 dan 6 ni ayiramiz, 11. Qo'shuv. 17 dan 6 ni ayiramiz, 11. Qo'shuv va hokazo. Qo'shuv 11. Demak, 11 dan nechta bor desa, 48 ta emas, endi 24 ta bor deymiz. Nimaga 24 ta? Chunki bu yerda 48 ta son bor. 48 ta sonni ikkitadan ayirib tashladim, ya'ni 17 dan 6 ni mana qarang. Bu ikkalasini ayirdim, bu ikkalasini ayirdim. Ko'rdingizmi? Ikkita son ayirib ketgan hisobiga 24 ta son qoldi. Tushunarli? Demak, 11 dan 24 ta degani bu 11 ko'paytirib 24. 11 ni 24 ko'paytiraman. 4 kira 1 4, 4 kira 1 4. 4 2 kira 1 2, 2 kira 1 2. Qo'shadigan bo'lsak 264 ekan mana. Ko'rdingizmi? Demak, 21 dan 26 gacha yig'indini ko'paytmaga almashtiring. Mana shu bilan tugadi.